Mijozlar bilan ko'p bahslashib turasizmi deyman? Yo'q. Aslo. Aniqmi? Aniq. Bugun ko'rinishingizdan o'xshamayapti. Yo'q. Qizlarni lyubimchika ekansiz. Yo'q, astag'firullah deng, bunaqa qilmang. Bu darajaga qanday eshitdingiz? Ishingizdan mamnunmisiz? Ha, aka. Majburlab ishlatishmayaptimi? Yo'q. Aniqmi? Zo'r, yaxshi. Bugun kun davomida nechta narsalarni tozalamamlik etiketkalarni yoptirishga uspet qildingiz? Ancha salomlayman ekan. Aniqmi? Ishingiz qiyin emasmi? Yo'q, rahmat bo'ladi. Ulguryapsizmi yopishtirishga? Harakat qilyapman. Charchab qolmayapsizmi? 24 soat ishlatishmayaptimi ish qilib? Yo'q. Bo'ldi, ishonamiz. Aslom aka, nimadan ko'nglingiz to'lmayapti? Yo'q, hammasi yaxshi, yomon emas. Klientlar xafa qilib ketishdimi? Ha, bo'ladi. Bo'lib turadi, ha? Ha. Farruh aka, sizni qattiqqo'l xo'jayin deyishyapti, shu gap rostmi? Yo'q, bunaqa emas. Ani qattiqqo'l xo'jayin emasmisiz? Yo'q. Lekin talab qilasiz, ha? Ha, talab qilamiz. Boshingizni kuniga necha marta yuvasiz? 3-4 marta. Chap tarafga, o'ng tarafga qarab taraysiz? O'ng tomonga. O'ng tarafga ko'proq, ha? Ha, ko'proq o'ng tomonga. Rahmat. Ishga kech kelib baroq ketayotgan ekansiz deb eshitdik. Boshliq tanishmidingmi? Biz quchib ketganmiz aka. Yo'q, eplab bo'lmayapti, ha? Eplab bo'lmayapti bizlar. Aka, bu klientlarga xizmat ko'rsatayotgan vaqtingizda qochib ketyapti, nima sababdan? Klientga yaxshi qarash kerak uchun. Agar qaramasangiz ketadi. Shu kimgadir o'xshatishyaptimi deyman-da sizda. Endi bilmayman. Nima deysizmi? Bu taraflardan qarindoshlaringiz yo'qmi, bodo? Yo'q, ha?